Lamine Yamal'ı bu qilgan ishini ko'rib siz albatta Realchi bo'lasizmi, Bavariyachi bo'lasizmi, Barsachimi, umuman kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, axir musulmon siz bu ishga shunchaki qoyil qolasiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz boshladik. Kecha Barselona chempionlik paradini o'tkazgan, butun Kataloniya bo'ylab avtobusda sovrinlarni namoyish qilayotgan paytda Lamine Yamal kutilmaganda Falastin bayrog'ini butun Kataloniya bo'ylab sayr qildirgan. Ya'ni Falastin bayrog'ini ushlab olgan va butun Ispaniyaga uni ko'rsatishga qaror qilgan. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, Lamine Yamal haqiqiy musulmon inson hisoblanadi va u Falastinni qo'llab-quvvatlashini, ayniqsa Kataloniyada, bilasizlar, Misrga qarshi o'yinda Ispaniya muxlislari kim sakramasa musulmon degan memlarni uyushtirishuvdi. Endi Lamine Yamal bu o'yindan keyin ochiqdan-ochiq Instagram tarmog'iga bu narsani qoralab chiqdi. Endi bo'lsa Kataloniya bo'ylab butun Kataloniya ahliga Falastin bayrog'ini ko'rsatyapti. Lamine Yamalga kommentariyada bitta respekt degan holatda videoga like bosib, Lamineni juda ham yomon ko'radigan tanishingizga shu videoni tashlab qo'ying, zeroki Laminega bo'lgan fikri biroz o'zgarsa. Bilmez güneşli günde gidilmez aslında hiç